Assalomu alaykum, hurmatli YouTube kanalimiz obunachilari. Hop, ustaxonamizda servisimizda navbatdagi svarka polavtomat, ham svarka apparat, ham polavtomat. Sinibi NBS 250 SV ham 220 ham 380 da ishlaydigan. Xullas, kirish kuchlanishi 130 voltdan 560 voltgacha deyapti. Ichki palatasi mana shunday holatda. Xo'p, qayta remont. Bizda emas, boshqa remont bo'lgan. Diodning shotkalari ketgan ekan. Hozir buni almashtirib ko'ramiz. Nimaga bunaqa kuygan? Shuni bir qator ispitat qilamiz, tekshiramiz va sizlarga buni qancha tok berishlarini obzorini qilib beraman, do'stlar. Xo'p. Do'stlar, kech kirganda ham shetamiz ana ustaxonaga. Xo'p. Apparatga keladigan bo'lsak, apparat prichinasi qanaqa bo'lgan? Xullas, buni menga ventilyatsiya tizimi yoqmadi. Nimaga deylar? Chunki ventilyatsiya tizimi faqat tranzistorlar sovutgani, lekin diodni shotkamizni asosiy chiqishda sovutgani yaxshi axlajina bo'lmaydi. Ba'zan ограничение qo'ygan havo baqa yuradi, lekin men o'ylagandaqa yaxshi axlajina bo'lmaydi. Shuning uchun bunga отдельный axlajina qo'yish kerak. Chunki kuyishini yana bitta sababi, remont bo'lgandan keyin 15 kun ishladi deyapti. Aynan shu diodning shotkalari chiqib kuygan. Yana kuygan. Buni yaxshi axlajina bo'lmaydigan bo'lsa, ventilyatsiya bo'lmaydigan bo'lsa, bu qiziydi, yaxshigina qiziydi, chunki temperatura o'zidan o'tgandan keyin diodning shotkalarimiz dosh bermaydi, kuyib ketadi. Agargina axlajina yaxshi bo'lgan bo'lsa, bu o'yimiz ishlayveradi. Demak, bu prичинаlarni ham tuzatishga harakat qilamiz, remont qilishga. И kondensatorlar egasini aytishi bo'yicha Oybek aka tok borgan sari tokini ko'taryapmiz. Oldingi holatda ancha orqada ishlatardik, hozir ancha pastga bo'lib qoldi. Bo'ladi, kondensatorlardan ham bo'ladi. Buni hozir shu narsalarni qo'yib, ispitat qilib tekshiramiz. Чтобы klientimizga apparat zo'r ishlasin, idealniy bo'lib. Ko'pchilik aytadi, Oybek aka, remontdagi apparat har buzilgan uchun yangi oladigan bo'lib oldim deyshadi. Buni sifatli tarzda remont qilish kerak. Xudo xolasa harakat qilamiz. Yana bitikda laboratoriy narsalarni uстановка qilib qo'yamiz. Shunda idealniy bo'ladi. Xudo xolasa yana ham mijozlarimizga remont bo'lgandan keyin maza qilib ishlatish uchun qo'ldan kelgancha harakat qilyapmiz. Barcha narsani sifatli qo'yib. Xo'p, apparatga obzorga keladigan bo'lsak, apparat korpus katta, Sinibi, svarka apparati yaxshi, ham 220 ham 380 chiqyapti. Ko'pchilik do'stlarimiz olib, bu Sinibi svarka apparatini olib, Oybek yaxshi ekan, o'zimga ham yoqqan masalan, kecha kuni video qo'yganman. Apparat yaxshi, ham 220 ham 380. Bu apparat ham 220 ham 380 da ishlaydi. Ikkita faza deganda, 3 ta fazalardan ikkitasida ishlaydi do'stlar. 380 da, ham 220 da. Apparat o'ta professional emas, lekin sredniy уровеньda tevasida hisoblasak bo'laveradi do'stlar. Hozir mana shu narsalarni qo'yamiz, tekshiramiz. So'ng remontini qilib olib, tok berishlarini, podvorlarni hamma yoqlarni to'g'irlashga harakat qilamiz do'stlar. Stobet kuzatib turinglar. Instagram kanalimga o'tib obuna bo'lib esingizdan chiqmasin. Tez orada yana videoni so'nggacha ko'ringlar. Remontini qilib qo'yamiz. Ketdik do'stlar. Xo'p, Sinibi apparatimiz, svarka apparat rejim. Hozir qancha tok berishlarini ko'rib tekshirib o'tamiz-da. Tok berishlari. Hozir ingichka kabelda, shuning uchun ko'p tekshirmayman. Ochamiz. Tepasini ochamiz. %50 hammasini ochib qo'yamiz-da. Tekshiramiz. Cho'g'i tushdi oyoqqa. Xullas 150 amper tok beryapti. Ko'radigan bo'lsak, polavtomat rejim ishlayapti. Qancha tok beradi? 200 amper. Yaxshi.
To'pni pasaytiramiz. Hop. Polavtomat rejim yaxshi. To'p berishlar norma. Xullas do'stlar, mana shu holatda apparat, snap apparati, polavtomat, ham spark apparat, ham polavtomat. Chiqishli diodli shotkalar ketgan. Отдельный охлаждение qo'ydik. Chunki sovishini yaxshi sovutib tursa, diodli shotkalarimiz kuymaydi. Shu konditsionerlar yangi qo'yildi. Ko'pchilik vaqt davomida pasayib ketib qoldi to'pi deyishadi. Ko'pincha bo'ladi. Konditsionerlarimizni qurishda o'zini holatini yo'qotadi. To'p pasayib ketib qoladi. Xullas do'stlar, mana apparatga отдельный охлаждение qo'yib berdik. Norma bo'ladi. Yaxshi bo'ladi. Ya'ni korpusini moslab turib yopib qo'yilsa bo'ldi. Xullas do'stlar, apparat remonti jarayoni tugadi. To'p berishlar normal. Sizlarni Usmonbek hozir ham kalibratkasini qilamiz bu apparatni. Kommentariyaga o'zlaringiz tekkan spark apparat nomini yozib chiqmasin. Kanalimga obuna bo'ling. Instagram kanalimga obuna bo'linglar do'stlar. Hozircha xayr. Keyingi apparatimiz Interscol, yaxshi apparat. 3 etajga zo'r ishlangan. Buni ham tez orada YouTube kanalimizga joylaymiz.